Assalomu alaykum. Algebrik shakl almashtirishlar bo'limi, ya'ni addition kitobini ikkinchi bo'limini 94-misoligacha ko'rib chiqqan edik. Endi 95-misoldan boshlab yechimini ko'rishni boshlaymiz. ABC sonlari uchun tenglik o'rinli bo'lsa, ifodaning qiymatini toping. Xo'p. Bu tenglikni proporsiya qilib ko'paytirib olamiz. Shunda 4a minus 6b minus 4c teng 12a minus 6b minus 3c hosil bo'ladi. Mana bunda minus 6blar tushib ketyapti. Shunda 4a minus 4c barobar 12a minus 3c qoldi. Bundan 4a minus 12a teng 4c minus 3c bo'lyapti. Ya'ni minus 8a teng c bo'lyapti. Xo'p, demak, c o'rniga minus 8ani qo'yib olsak, soddalashtirsak minus 65 taqsim 8ga teng bo'lar ekan. Bu minus 8,1 taqsim 8ga ham teng bo'ladi. Ajobda bor ekan. Ifodani soddalashtiring. Xo'p, bu ikkisini kvadratlar ayirmasiga qo'yib, ko'paytuvchiga ajratib olamiz. Dastlab qo'shib olaylik ularni. Endi ayirib olamiz. Xo'p, o'xshash hallari ayrilib ketyapti. Endi buni bunga ko'paytirib chiqamiz. Xo'p. Mana bu bilan bu ayrilib ketyapti. Mana shu qolyapti. Ni soddalashtiring. Xo'p, surat 2 ni maxrajdagi sonlarni ayirmasi shaklda yozib olishimiz mumkin. Mana shu ayirmamiz 2 ga teng bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri. X minus 3 ko'paygan x minus 1 bo'lyapti. Minus. Mana bu 3 ni bundan buni ayirmasi shaklda yozib olishimiz mumkin. X plus 5 ayrilgan x plus 2 taqsim x plus 2 ko'paygan x plus 5 qo'shilgan. Mana bu 6 ni x plus 5 ayrilgan x minus 1 qilib olsak bo'ladi. X plus 5 ayrilgan x minus 1. X minus 1 ko'paygan x plus 5. Shunda maxrajdagi har bir ifodani, masalan, x minus 1 da bu maxrajiga bo'lsak, 1 taqsim x minus 3 qoladi. X minus 3 ni bo'lsak maxrajiga 1 taqsim x minus 1 qoladi. Minus buni maxrajiga bo'lsak 1 taqsim x plus 2 qoldi. Buni bo'lsak plus bo'lib qoladi 1 taqsim x plus 5. Savol shu yerda nimaga plus bo'lib qoldi? Chunki mana bu yerda ikkita minus bor-da, ular ko'paysa plus bo'lib qoladi. Va plus x plus 5 da bu maxrajiga bo'lsak 1 taqsim x minus 1 bo'ladi. X minus 1 ni maxrajiga bo'lsak minus 1 taqsim x plus 5 bo'ladi. Xo'p, shunda nimalar ayrilib ketyapti? Mana qizilda ko'rsatamiz. Mana bu bilan bu ketdi. Xo'p, mana bu bilan bu ketibdi. Ikkitadan chizib qo'yamiz. Xo'p, nima qoldi desa, 1 taqsim x minus 3 qoldi, ayrilgan 1 taqsim x plus 2 qoldi. Bu plus edi bu. Bu maxraj ikkalasini ko'paytmasi
Birinchi kasrni suratiga x plus 2 ko'payadi, ikkinchi kasrni suratiga x minus 3 ko'payadi. Kasrlarni ochib soddalashtirsak 5 bo'lyapti. Mahrajini ko'paytirib qo'ysak, mana shu bo'ladi. Xo'p. Shu tenglik o'rinli bo'ladigan n natural sonini toping. Xo'p, 44 ni t deb bo'lsak, t ko'paygan t plus 1, t plus 2, t plus 3 bo'ladi. Ya'ni t plus 1, t plus 2, t plus 3. Qo'shilgan 1. Xo'p. Qarang, t ga t plus 3 ni ko'paytirib olsam. Hamda t plus 1 ga t plus 2 ni ko'paytirib olsam. Endi birinchi qavsni x deb olsak, mana bu narsa x bo'ladi, plus x ham bo'ladi. Endi ko'paytirsak qavslarni-da mana shu ifoda hosil bo'lyapti. Bu x plus 1 ni kvadratiga teng. Shu esa n ni kvadratiga teng deyilgan mana. Bu yerda n ni topsak, x plus 1 bo'ladi. Xo'p, n teng x'imiz t kvadrat plus 3t edi. Mana birinchi qavsga teng deb olgan edik. Plus 1 ham bor. Xo'p, t ni chiqarsak t plus 3 plus 1 bo'lyapti. T ni o'rniga 44 ni qo'yamiz, chunki boshida t ni 44 deb oldik-ku. Ko'paygan 47 plus 1 bo'lyapti. Mana shunga teng ekan n'imiz. Buni endi oxirgi raqamidan foydalanishga harakat qilamiz. 4 kali 7 28, 1 ni qo'ysa 29. Oxirgi raqami 9 ga teng bo'lgan son ekan. B bo'ladi. Ning qiymatini bo'lganda hisoblang deyapti. Menimcha bu qiyin misol emas, tashlab ketsak ham bo'laverar edi. Mayli ishlaymiz. X taqsim y plus 1 plus y taqsim x bo'lyapti. Xo'p, shuni o'ziga u mahraj berib olsak, u mahrajimiz x y bo'ladi. Yetmaganlarni ko'paytirib chiqamiz. Mana shu ifoda hosil bo'ldi. Birinchi qavs demak shunga teng ekan. Endi ikkinchi qavsimiz 1 taqsim x kub minus 1 taqsim y kub bo'ladi. Bu mahraj bersak, y kub minus x kub taqsim x kub y kub bo'ladi. Shunga teng. Xo'p, endi buni ko'paytiruvchiga ajratib olamiz. Kublar ayirmasi formulasi bo'yicha. Xo'p, endi 3-qavsga o'tamiz. Mana birinchi qavs, ikkinchi qavs, 3-qavs. 1 minus y taqsim x bo'lyapti. Bu mahraj bersak, x minus y taqsim x. Xo'p, endi birinchi qavsni yozib olamiz. Mana shunday shaklda ko'paytiramiz. Bu bo'linma, ya'ni bo'lishdan ko'paytirishga o'tsak, mana buni surat mahraji o'rin almashadi. Ko'paytirilgan x minus y taqsim x teng. Mana o'xshash hadlarini mana qizilda qisqartirib chiqyapmiz. Ehtiyot bo'lamiz, mana buni bunga bo'lishda. Bular o'zaro qarama-qarshi sonlar bo'lganligi uchun nisbati minus 1 bo'ladi. Mana bu yerga minus 1 ni yozib qo'yamiz. Mana minus 1. Minus esdan chiqmasligi kerak. Xo'p, endi mana bu bilan bu qisqarsa x kvadrat y kvadrat qoladi-yu, bittadan yana x lar ketsa x ko'paygan y ni kvadrati qoldi. Va minus 1 ham bor mana bu yerda. Demak, minus x ko'paygan y ni kvadrati qoldi. Xo'p, minus plus 44, ya'ni x ni o'rniga berilgan qiymatni qo'yapman. Y ni o'rniga 1 taqsim 6 ni qo'ysam, 1 taqsim 36 bo'ladi. Bu minus 4 ni beradi. 100-misol. Kasrni qisqartirib x plus y taqsim x minus 1
ko'rinishga keltirilgan bo'lsa, yig'indining qiymatini toping. Hop, bu degani mana bu mahraji x-1 ga karrali, ya'ni qisqaradi degani. Demak, shuni qisqartirib olamiz. 2x kvadrat minus 3x plus 1. O'zi bu 2x minus 1 u x-1 ga ajraydi-da. Demak 2x minus 1lar qisqarib ketgan ekan. Qarang. Mana bu suratda x plus 3 qolibdi. Shunga 2x minus 1 ni ko'paytirib olamiz. Mahrajda x minus 1 qolgan. Bunga 2x minus 1 ni ko'paytirib olamiz. Ana shunda mana bu 2x minus 1 qisqarib ketadigan bo'lsa, keyin nima? X plus 3 taqsim x minus 1 qoladi. Demak 2x minus 1 ni biz mana bu narsani ko'paytirishga ajratib topib oldik. Xo'p. Demak, mana bu suratni ochib qo'yadigan bo'lsak, mana bu ifodaga teng bo'lishi kerak ekan. Suratni ochamiz, ko'paytirib chiqamiz. 2x kvadrat minus x plus 6x minus 3 bo'ladi. 2x kvadrat plus 5x minus 3 bo'lyapti. Shuni tenglaymiz. ax kvadrat plus bx plus c deymizmi? Ha. Bundan a teng 2, b teng 5, c teng minus 3 bo'lyapti. Shularning yig'indisi 4 bo'lyapti. A butun son, b natural son uchun shartga ko'ra b nechta turli qiymat qabul qilishi mumkin? Xo'p, hozir ko'rib chiqamiz. Demak, b nechta turli qiymat qabul qilishi mumkin deyilmoqda. Xo'p, demak, a butun son bo'lsa, demak, amiz minus 11 dan boshlanadi, va hokazo 0 va hokazo 9 gacha bo'lgan qiymatlarni qabul qilishi mumkin. 21 ta qiymati bor ekan. Bu yerda b butun deyilganda, b natural deyilgan. B natural deyilgan. Endi b ni nechta natural qiymati bor? Demak, qarang. Mana bu a butun bo'lsa, mana bu 3b minus 4 butunligi aniq. Endi mana bu kasr ham butun bo'lishi kerak. Butun bo'lishi uchun mana bu b minus 1 4 ni bo'luvchisi bo'lishi kerak. Demak, b minus 1 bu yerda 1 bo'lishi mumkin. B minus 1 bu yerda 2 bo'lishi mumkin. Va b minus 1 bu yerda 4 bo'lishi mumkin. Endi b minus 1 ni minus 1 ga teng deya olmaymiz. B minus 1 ni minus 2 ga teng deya olmaymiz. B minus 1 ni minus 4 ga teng deya olmaymiz. Chunki bu yerda b teng 0 natural emas. B teng minus 1 natural emas. B teng minus 3 natural emas. Shuning uchun bu holatni ko'rish shart emas. B teng 2 bo'ldi. B teng 3 bo'ldi. B teng bo'sh bo'ldi. Hammasi natural chiqyapti. Endi mana shularning qaysi birida a butun chiqadi. Shuni ham tekshirib qo'yishimiz kerak-da. Demak, a teng, ya'ni b ikkiligida 3 ko'paygan 2 minus 4 minus 4 taqsim 1. 6 minus 8 teng minus 2. Mana bu yerga tegishli bo'ldi. Ya'ni a minus 2 ni qabul qila oladi. Endi b teng 3ligida 3 ko'paygan 3 minus 4 minus 4 taqsim 2. 9 minus 6 teng 3. Buni ham qabul qila oladi. B teng 5ligida 3 ko'paygan 5 minus 4 minus 4 minus 4 taqsim 4 bo'lyapti ekan. 4 12 yo'q 15 ekan. 15 ayrilgan 5 10. Afsuski 10 da qabul qila olmaydi. Chunki 10 dan kichkina bo'lsin deydi. Demak, shunisi olinmadi. Bu ikkitasi olindi. Demak, b teng 2, b teng 3 ligi o'rinli ekan. Ikkita qiymati bor ekan. Xo'p, endi 102 ni mahraji berib ishlayverasiz. Qiyin emas deb o'ylayman. 103 ko'rinishi qo'rqinchli xolos menimcha. Buni ham ishlasa bo'ladi. Qani ishlab ko'raveramiz. 103 ni. Demak, bu mahraj berib olsak, ya'ni mana bu qavsga mahraj bersak,
yoki shart emasmikan? Yoki qavslarni ochsam shunchaki. 1 taqsim A-si plus 2 taqsim A bo'ladi. S taqsim AB plus 2 taqsim B bo'ladi. A taqsim B'si plus 2 taqsim C bo'ladi. Bu birinchi qavsi. Xo'p, B taqsim A'si plus C taqsim AB plus A taqsim B'si plus ikkinchi qaramiz. 1 taqsim A, 1 taqsim B, 1 taqsim C bo'ladi. Mahraj beramiz. A, B, C. Shunaqami? Ya'ni mana bu uchtasiga mahraj bersak A, B, C. Yoki hammasiga bir beraylikmi? Ha, bo'pti, hammasiga beramiz mahrajni. Hammasiga beramiz. A, B, C. Xo'p, B kvadrat, C kvadrat, A kvadrat plus 2 AC, yo'q, AC debman, BC ekan. BC AC plus AB bo'ldi. Ha, bu tayyor formula-ku surati A qo'shilgan B qo'shilgan C ni kvadratiga teng bo'ladi. Taqsim A, B, C bo'lyapti. Endi ikkinchi kasrga hujumga o'tamiz. Bu birinchi qavsni soddalashtirdik. Endi ikkinchi qavsni soddalashtiramiz. Mahraj beramiz. A, B, C bo'ladi. Bu mahraj B qo'shilgan A qo'shilgan birinchisiga C ekan, ikkinchisiga B ekan, uchinchisiga yo'q, ikkinchisiga A ekan, uchinchisiga B ekan mana. Shuni darajasida -1. Demak, bu A, B, C taqsim A qo'shilgan B qo'shilgan C ekan. Shular ko'payyapti ekanda endi. Uchinchi ishimizda endi shularni ko'paytiramiz ekan. Bular qisqarib ketsa bitta A plus B plus C qoladi. Bular qisqarib ketdi. Demak, A qo'shilgan B qo'shilgan C ekan. A 1 taqsim 2, B 1 taqsim 3, C -1 taqsim 6. Yaxshi ko'rinmay qolgan -1 taqsim 6 edi. Xo'p, 5 taqsim 6 bo'lyapti. Bu ikkitasi -1 taqsim 6, 4 taqsim 6, 2 taqsim 3. Xo'p, 104. A minus B teng B minus C bo'lsa, ifodaning qiymatini toping. Xo'p. Ajoyib. Xo'p, qani buni ko'paytiruvchilarga ajratsak. Ya'ni qavs ichini o'zini A minus B ko'paygan A plus B ga ajraydi. Darajasida 2 bora 2 ni qo'yib oldim. Bu ham ajraydi. B minus C yu B plus C ga ajraydi. Darajasida 2 turibdi. Xo'p. Endi mana bu A minus B o'rniga B minus ni qo'yib ketsam. Endi bu ikkisini chiqarib qo'ysam. Xo'sh. Demak, suratimiz ana shunga teng bo'lyapti. Bu qavslarni ochib chiqaraman. Mahrajga mana bu A minus B o'rniga ham B minus ni qo'yib olishim mumkin. Mana bular qisqarib ketyapti. Xo'p, nima qilsak bo'ladi endi? Surat shunga teng, mahraji shunchaki yozib qo'ydik. Endi nimadir ish qilishimiz kerak edi. Demak, mana bu yerda A ni topadigan bo'lsam, 2B minus C bo'lyapti.
Mana shu a ni o'rniga qo'yib ketsam-chi. A ni o'rniga 2b minus c ni qo'yib ketib, qavslarni ochadigan bo'lsam, plus. Hop, ikkinchi mana bu yerga ham 2b minus c ni qo'yib, 2b ga ko'paytiraman. 2b ga minus c ko'paysa minus 2bc bo'lar ekan. 2bc. Hop, endi ixchamlaymiz. Buni qo'shib olamiz. Hop, endi qaysini ixchamlaymiz? C ga o'tishimiz kerak ekan. C ham bor ekanda bizda. Mana bu va mana bu bor. Keyin bu bilan bu ketsa, minus 4bc qoldi. Juda qiyin yo'ldan yurib qo'yibman shekilli-da bunda. Endi juda oson usuli bor. Shu oson usulda yechib ko'ramiz. Oson usuli bor buni. Juda ham sodda usuli bor. Hop, mana bu ifodani javoblarga e'tibor bersak, A, B, C lardan biri yoki ularning ko'paytmasi yig'indisi qatnashmayapti. Demak, A, B, C ga bog'liq emas ekan. Ya'ni bu ifodaning qiymati A, B, C ga bog'liq emas ekan. Ya'ni mana bu tenglik bajarilsa bo'ldi. Eng osoni shu. Qarang. 3 minus 2 teng 2 minus 1. Tenglik o'rinlimi? O'rinli. Demak, men bunda A ga 3 oldim, B ga 2 oldim, C ga 1 oldim. Tamam, mana shuni qo'yib qo'ysak bo'ldi. Demak, 9 minus 4 darajasi 2, 4 minus 1 darajasi 2, 3 ayrilgan 2 darajasida 2, 3 kara 1 minus 5 ko'paygan 4. Shu bo'lyapti. Demak, 25 plus 9 taqsim minus, ya'ni bu 1 bo'ladi, bu minus 17. 34 taqsim minus 17 minus 2. Qarang, juda ham sodda usul. 105-misol. Hop, surat bilan mahrajni x ga ko'paytirib yuboramiz mana. X kvadrat minus 12 minus x, x kvadrat plus 8 minus 6x bo'ladi. Surat x plus 3 x minus 4 ga ajraydi. Mahrajimiz x minus 2 x minus 4 ga ajraydi. Demak, x minus 4 qisqarib ketsa, x plus 3 taqsim x minus 2 bo'lyapti. Bir ekan. Ifodaning qiymatini bo'lganda hisoblang. Hop. Xo'sh, son qiymatini qo'yib hisoblab ko'ring, buni soddalashtirmasdan. Okey, endi mahraj beramiz. Hop, bu mahraj qavs ichi uchun ABC bo'ladi. Demak, AB A plus B ga ko'payyapti. BC B plus C ga ko'payyapti. AC esa A plus C ga ko'payyapti. B plus 3 ABC bo'lyapti. Hop, endi ko'paytirib chiqamiz. Hop, endi surat ko'paytirishga ajratadimi? A kvadrat B ga nimadir qo'shishim kerak. Mayli, o'zini sherigini qo'shaman va mana bu 3ABC dan bittasini beraman. Xuddi shu kabi narigilarni ham shunday qilib yozib chiqaman.
Endi pastdan yozaylik. Mana bu uchalasidan ABni chiqaraman. Chiqarsam A qo'shilgan B qo'shilgan S qoladi. Bu uchalasidan B'sini chiqaramiz. B qo'shilgan S qo'shilgan A qoladi. Keyingi uchtasidan nima chiqaramiz? A'sini. A qo'shilgan S qo'shilgan B qoladi. A, B, S. Endi suratdan A qo'shilgan B qo'shilgan S, ya'ni qavslarni chiqarib olamiz. Ichkarida A, B, B, S, A, S qoladi taqsim A, B, S. Bu birinchi qavs edi bu. Birinchi qavs. Endi ikkinchi qavsga o'tamiz. Mahraj beramiz. A, B, S bo'ladi. Bu mahrajimiz ikkinchi qavs uchun birinchisiga B, S ko'payadi, ikkinchisiga A, S ko'payadi, uchinchisiga A, B. Endi uchinchi ishimiz shularni bo'lib qo'yish ekan. A qo'shilgan B qo'shilgan S, A, B, B, S, A, S taqsim A, B, S bo'lishni ko'paytirishga aylantirsak, mana bu ga teskari son olinadi. B, S, A, S, A, B. Mana bular qisqarib ketyapti, bular ham qisqarib ketyapti. A qo'shilgan B qo'shilgan S qolyapti. 1 taqsim 2, 1 taqsim 3, 7 taqsim 6, 12 taqsim 6, 2. Bir 107. İfodani soddalashtiring. Xo'p, mana bunga buni ko'paytirsak, tayyor formulaga tushib qolyapti. Bunga buni ko'paytirsak, u ham tayyor formulaga tushib qolyapti. Kimlardir eslab bo'ldi qaysi formula ekanligini. Mahrajga qavs chapmasida. Ko'paytiramiz. X minus 2 u X plus 2. Ya'ni buni ko'paytirishga ajratib oldim. Bular ketdi mana. Xo'p. Birinchi qavsdagi ikkita qavsni ko'paytirsak, bu kublar ayirmasiga tushib qoladi. X kub minus 2 ning kubi bo'ladi. Plus 8. Ikkinchi qavslar ko'paytmasi kublar yig'indisiga tushib qoladi. X kub plus 2 ning kubi bo'ladi, ayrilgan 8. Demak, bu 8lar ketadi. X ni kubi ko'payiga X ning kubi qolyapti. X ning 6-si. 108 da shu tenglik o'rinli bo'lsa, k ning qiymatini toping. Hop, ajoyib. Qani a kvadrat b plus ab plus ab plus b qilib olyapmiz buni. Bundan ab ni chiqarsak, a plus 1 bo'ladi, to'g'ri? Bundan b ni chiqarsak, a plus 1 bo'ladi. Endi a plus 1lar chiqib ketsa, AB plus B bo'ladi. Endi B'larni ham chiqarib yuborsak, A plus 1dan 2 bo'lib qoldi. Demak, B ko'paygan A plus 1ni kvadratiga teng ekan. B'miz 3 darajasida ilzosti 2. A plus 1 o'rniga buni qo'yib olsak, 2 darajasida 2 ni kvadrati bo'lyapti. Teng. 3 ilzosti ko'paygan, buni 4da ilzosti 2 qilib olishimiz mumkin. Shunda bitta ilzosti ko'paytirib olsak, ya'ni bitta daraja ostida ko'paytirsak, 12 ni ilzosti 2 bo'ladi. Shu k ni ilzosti 2 ekan. Demak, k ni 12 bor ekan. 109. Qaysi javobdagi son sonidan katta deyapti. Juda ajoyib. Qaysi biri katta bo'lishi mumkin? Belgilash kiritib olaylik, bo'lmasa 2026ni t deb olsam. Mana buni t deyapman.
Bu t minus 2 bo'ladi. Bu t plus 2 bo'ladi. Bu t plus 4 bo'ladi. T minus 2 ga t plus 4 ni ko'paytirib olsam, t kvadrat plus 2t minus 8 ni beradi. Bu ikkisini ko'paytirib olsak, t kvadrat plus 2t bo'ladi. Mana bu narsani yoki shart emasmi ekan bu? Xo'p, shunga teng bo'lib qoldi ham deylik. Mayli. Mana shu narsani x desam, ya'ni x minus 8 ko'paygan x bo'lyapti. X kvadrat minus 8x bo'lyapti. 8x bo'lyapti. Shu bo'lib qoldi endi. Endi mana shu ifodadan qaysi biri katta bo'lishi mumkin? 2026 ni t deb oldik. Mana bu t minus 1 bo'ladi. Bu-chi t plus 3 bo'ladi. B'dan boshlaylikchi. 2025da t minus 1 qilib olamiz. 2029 nima bo'ladi shunda? T plus 3 bo'ladi. Endi qarang, bu t minus 1 ko'paygan t plus 1 qilamizda, t plus 3 ko'paygan, t minus 1 edi bu ham. T plus 3 ko'paygan t plus 3 qilamiz. Bu bilan buni ko'paytirib olsak, t kvadrat plus 2t minus 3 bo'lyapti. T kvadrat plus 2t minus 3 bo'lyapti. Teng. Buni x deb oldik-ku. Teng mana. X minus 3 bo'lyapti. Ya'ni bu teng bo'lyapti. X kvadrat minus 6x plus 9 ga. Shunga teng bo'lyapti. Endi buni biz katta deb da'vo qilsak, mana bundan ayirsak, musbat son chiqishi kerak. X kvadrat minus 6x plus 9 ayrilgan x kvadrat minus 8x. Ayirib tashlaymiz, 2x plus 9 qoladi. Bu esa musbat son, chunki x'imiz musbat son edi. Ya'ni bunga teng edi. Demak, musbat chiqdi ayirmamiz, demak, rosan ham katta ekan. Javob 110 ning qiymatini toping. Xo'p, 100 ni t deb olsak, shunda 300 ni darajasida 2 bo'lyapti. Bu 9t ni kvadratiga teng bo'ladi. Shunaqami? Shunaqa. Plus bu-chi bu. Bu 2 ko'paygan 300 ko'paygan 100 ga teng bo'lyapti. Ya'ni xullas kalom 6t kvadratga teng bo'lyapti ekan. Plus t ni kvadrati hisoblasak 16, ya'ni 16t kvadrat bo'ldi. Endi mahrajimiz-chi, mahrajimiz juda katta, lekin mahrajimiz 5 kere 100 degani 5 kere 100. Mayli, mahrajiga keyin tushishimiz mumkin. Mana buni soddalashtiraylik. Endi bu nima deyapti bu? 215, 200 plus 15 qilib olsak bo'ladi. 185 da 200 minus 15 qilib olsak bo'ladi. Plus 225 da 200 plus 25 qilib olsak bo'ladi. Qamslanatsak 200 ni kvadrati minus 15 ni kvadrati plus 200 plus 25. Bu o'zi parchalash shart emas ekan buni. 225 bo'lsin. 225 bo'lsin. Chunki bu ikkisi qo'shilib ketsa 0 da. Ya'ni ikkinchi qavsimiz 200 ni kvadratiga teng ekan. Endi 100 da t deb oldik. Shunda bu 4 ko'paygan t ni kvadratiga teng bo'ladi.
Hop, suratimiz shunga teng bo'ldi. Mahrajimiz esa 25 yo'q, 25 emas. 500 bu 5 ko'paygan 100 degani darajasida 4 bo'lyapti-da. 5 to'rtinchisi t to'rtinchisi bo'lyapti ekan. T'lar qisqarib ketadi. 64 taqsim 625. Yig'inda 1 ga teng bo'lsa, ifodani qiymatini toping. Qavslarni ochaylikchi. AB AC. Yo'q, unda boshqacha yo'l qilamiz. Mana bu yerdan B plyusdan topsak, 1 minus A mi? Mana shuni qo'yib ketsam, 1 minus A ko'paygan A bo'ladi. Agar A plyusdan topsam, 1 minus B bo'ladi. Mana shu 1 minus B ni qo'yib ketsam, 1 minus B ko'paygan B ga teng bo'ladi. Plus A plus B'miz 1 minus C chiqadi. 1 minus C ko'paygan C minus 1. Qavslarni ochsam, A qo'shilgan B qo'shilgan C ni alohida olamiz. Mana bu 1 ga teng-ku, bu 1 bilan bu 1 ayrilib ketdi. Demak, surat shunga teng bo'ldi, mahrajimiz bunga teng bo'lyapti. 1-1 ga bo'lsak nima bo'ladi? Ifodani qiymatini toping. Mahraj beraylik, x, y, z bo'ladi. Ko'paytiramiz shunda. YZ plus XZ plus XY taqsim XYZ teng 10 taqsim XYZ. Va tushib ketsa, demak XY plus YZ plus XZimiz teng 10 bo'lyapti. Hop, bu qarang. X plus Y plus Z ni kvadrati nimaga teng? X kvadrat, Y kvadrat, Z kvadrat plus 2 XY, YZ plus XZ ga teng bo'ladi. Bu formula. Yig'indan 6 ga teng degan. Buni A deb tursak, shu A noma'lum bizda 2 ko'paygan, bu qavs ichi 10 chiqdi. 36 ayrilgan 20 teng A bo'lyapti. Demak, A bundan 16 ekan. Hisoblang. Birinchi qavs. Yo'q, bu yerda boshqa narsa bor ekan. Xo'p, demak, mahraj berib chiqamiz. Mahraj berib chiqamiz hammasiga. Shunday tarzda ketyapti. Oxirgisi 100 ni darajasida 2 minus 1 taqsim 100 ko'paygan 100 faktorial. Bo'lingan ekan. Bo'lingan 100 faktorial. Xo'p, birinchi kasrning surati 2 minus 1 u 2 plus 1 ga ajraydi. Ikkinchi kasrning surati 3 minus 1 u 3 plus 1 ga ajraydi. Keyingisiki 4 minus 1 u 4 plus 1 ga ajraydi. Va hokazo. Oxirgisidan bitta oldingisi 99 minus 1 u 99 plus 1 ga ajraydi. Oxirgisiniki 100 minus 1 u 100 plus 1 ga ajraydi. Mahrajlarni ham yozib qo'yaylik. 2, 3, 4 va hokazo 100. Ya'ni 99 ham bor, 100 ham bor. Ko'paygan 1 taqsim 100 faktorial. Hop. Suratni soddalashtiramiz. 1, 3, 2, 4, 3, 5 kabi sonlar chiqyapti. Yana yozib qo'ysak 5 minus 1 dan 4 chiqadi, 5 plus 1 dan 6 chiqadi. Va hokazo. Hop, 98, 100 ko'paygan 99 ko'paygan 101 bo'lyapti. Taqsim mahrajimiz. Hop, 2, 3, 4 va hokazo 99 ko'paygan 100. Ko'paygan 1 taqsim 100 faktorial. Hop, mana. Bu
2 bilan bu 2, bu 3 bilan bu 3, bu 4 bilan bu 4, bu 5 bilan yana 5 qisqarib ketaveradi. Hop, mana bu yerda yana 5 chiqadi. 5 ko'paygan 7 bo'lib, ya'ni 6 minus 1 ko'paygan 6 plus 1 dan 5 kere 7 chiqadi. Va hokazo 99 bilan 99 qisqarib ketadi. Yana bitta 99 qolyapti. Qayerda desa, 98 minus 1 ko'paygan 98 plus 1 da 99 bor. Ya'ni bundan oldingisida albatta 99 bor edi. Va mana bu 100 ham qisqarib ketyapti. Suratda nima qolyapti desa, suratda nima qolyapti? 3 qolyapti. 3 qolyapti. 4 qolyapti, 5 qolyapti, 6 qolyapti, 7 qolyapti va hokazo 99 ham qolyapti. 100 100 bormi 100? Yana 100 bormi yo boshqa yo'qmi? 98 ni olsak 97 kere 99 bo'ladi unda. Ya'ni 98 minus 1 98 plus 1 99 olsak 98 100 chiqadi. Buni yozdik mana bu yerda. Endi yana boshqa 100 chiqadi bilsa, chiqmaydi boshqa 100. Demak 100 qolmabdi bechara. 101 qoldi. 101 qoldi. Taqsim 100 faktorial qoldi. 2 ham qolmadimi? Umuman 2 qolmadimi? Ha, 2 ham qolmabdi demak. 2 ham yo'q ekan. Xo'p, 100 faktorialni qanday shaklda yozish mumkin? 1 ko'paygan, 2 ko'paygan, 3 ko'paygan, 4 ko'paygan, 5 ko'paygan, 6 ko'paygan, 7 ko'paygan va hokazo 99 ko'paygan 100 shaklda yozib olish mumkin. Shunda 3, 4, 5, 6 va hokazolari qisqarib ketyapti. 99 gacha qisqaradi. Suratda 101 qoladi, mahrajda 2 kere 100 200 qoladi. D bo'lar ekan. 114. Shunaqa bo'lsa, ning qiymatini toping. Hop, x kvadrat, qorada yozay. X kvadrat plus 1 teng bo'lyapti. Plus 1 teng bo'lyapti. Mana bu narsani o'ng tomonga olib o'tsak, ilzosti 5 minus 1 ko'paygan x bo'ladi. Ya'ni x ga bo'lib qo'ysak, x plus 1 taqsim x teng bo'ladi ilzosti 5 minus 1 ga. Mana shu narsani kvadratga oshirsam, shunga teng bo'lyapti. Hop, endi ikkala tomondan birni ayirsak, endi umuman haj bersam chap tomonga, va endi 1 ga bo'lib qo'ysak, shunda surat mahrajlar o'rin almashadi. Mana so'ralgan ifoda kelib chiqdi. Bunga teng ekan. Endi buni irrasionallikdan qutqarib qo'ysak, mahrajda 25 minus 20 qoladi, ya'ni 5 qoladi. Ay ekan. 115 ABS'ni qiymatlari berilyapti. Ifodani qiymatini toping. Hop, A qo'shilgan B qo'shilgan C ni topib olaychi. 3 minus ilzosti 7 minus ilzosti 3 plus ilzosti 7 plus ilzosti 3 minus 3 bo'lyapti. Mana bu ana qizilda ko'rsataman. Mana 3 bilan minus 3 ketdi. Ilzosti 7lar ham ketib qoldi. Ilzosti 3lar ham ketib qoldi mana. Plus 0 bo'lyapti. 0 ekan. Ya'ni A qo'shilgan B qo'shilgan C 0 ekan. A qo'shilgan B qo'shilgan C teng 0 bo'lsa, A kub plus B kub plus C kub teng bo'ladi 3ABC ga. Bu mashhur formulamiz. Ya'ni suratimiz 3ABC ga teng surat.
Hop, endi mahrajda nima gaplar? 9 ni chiqarsam, ilzosida 3 minus 3 qoladi. Bu yana ikkitasidan-da 9 ni chiqarsam. Hop, bu ikkitasidan nimani chiqarib qo'y? Minus 3 ilzosida 7 ni chiqarsam yoki 3 ilzosida 3 u ilzosida 7 chiqib ketsa, ilzosida yo'q, o'xshamay qoldi hozir. O'xshamay qoldi. 3 ilzosida 7 chiqaversin. Ilzosida 3 minus 3 qoladi. Hop, endi ilzosida 3 minus 3 ni chiqarsak, 9 minus 3 ilzosida 7 qolyapti. Demak, ilzosida 3 minus 3 3 chiqarib qo'yaylik. 3 chiqarib qo'ysak, 3 minus ilzosida 7 ga teng bo'lyapti. Bu narsa bizda S ga teng. Mana bunisi-chi A ga teng. Ana qarab turing. Surat 3ABC ga teng bo'lib taqsim mahrajimiz 3AC bo'ldi. Plus ilzosida 3 bo'lyapti. Shunaqami? Mana bu AClar qisqarib ketdi. Uchlar ham qisqarib ketdi. B plus ilzosida 3 bo'lyapti. B ni o'rniga minus ilzosida 3 plus ilzosida 7 ni qo'yib olamiz. Plus ilzosida 3. Ular tushib ketsa ilzosida 7 qolyapti. Juda chiroyli sanagan. 116 hisoblang. Biroz xiraroq rasmga olibman kitobni, shuning uchun xira ko'rinyapti. Kitobda PDF varianti yo'q. PDF variantini ishlatishni tavsiya bermayman. Kitobni sotib oling. Yaxshi bo'ladi, shunda hammaga yaxshi bo'ladi. Xo'sh. Nimadan boshlaymiz? 2025 ni x deb olsammi? Shunda 2024 nima bo'ladi? X minus 1 bo'ladi. 2026 x plus 1 bo'ladi. Qavslarni ochamiz. O'xshash xillari bor. Mana bu bilan bu ketdi. Ikkita 1, 2 bo'lib, 2 bilan ayrilib ketdi. Bittasini 2 qolyapti. Chiroyli misol. Hisoblang. 2024 ko'paygan. Bu 2025 ko'paygan. Necha bo'ladi bu endi? 101 bo'lmaydi. 1000 bo'ladimi? Bundoq qilsak mana. Mana bu yerga yozib olayman. 2025 u 2025. Yani 8 xonali son. Buni 2025 orqasida 4 ta 0 plus 2025 qilib yozib olsa bo'ladi. Demak bu ya'ni mana buni 2025 ko'paygan 10 ustida 4 qilsak plus 2025. Demak 2025 chiqib ketsa 10 ustida 4-inchisi plus 1 bo'lyapti. Ya'ni 2025 ko'paygan 1, 2, 3, 1 bo'lyapti. Ya'ni bu ikkisini qo'shib qo'ysak. Demak 2025 ko'paygan 10.001 plus minus 2025 ko'paygan, ya'ni bu shu bo'ladi. Ya'ni 2024 ko'paygan 10.001 bo'ladi. Demak 2024 kara 2025 chiqib ketsa, o'zi qarang, bir xil son-ku. Bir xil son, faqat o'rinlari almashib qo'ygan xolos. Bo'laganda. 118. Shunaqa bo'lsa, A ning qabul qilish mumkin bo'lgan turli butun qiymatlari sonini toping. Hop. A 0 dan katta bo'lsa,
b 0 dan katta bo'lsa, s 0 dan katta bo'lsa, a teng chiqadi. 1, 1, 1, 3 chiqadi. Ya'ni uchalasi ham musbat son bo'lsa, 3 chiqar ekan. Endi ixtiyoriy biri manfiy, qolgan ikkitasi musbat bo'lsa-chi? Ixtiyoriy biri manfiy, qolgan ikkitasi musbat bo'lsa, qaysidir biri -1 chiqadi, qolgan ikkitasi 1 dan chiqadi. Bunda 1 bo'ladi. Endi ixtiyoriysi, ixtiyoriy ikkitasi manfiy, bittasi musbat bo'lsa, shu ikkitasidan -1 chiqadi, bittasidan 1 chiqadi-da, -1 chiqadi. Endi uchalasi ham manfiy bo'lsa, -1, -1 bo'lib, -3 chiqadi. Shu 4 ta qiymat chiqadi. B bo'ladi. A bo'lsa butun sonlar uchun tenglik o'rinli bo'lsa, ifodani soddalashtiring. A bo'lsa butun bo'lsa, ayirmasi ham butun bo'ladi. Ikkita butun sonlar, ikkita musbat qarang, bu ham musbat, bu ham musbat bo'lyapti. Chunki moduli bor ekan. Ikkita, ya'ni bular natural son ekan aslida. Ya'ni shu moduli ifodamiz natural son. Ikkita natural sonni darajalari qarang, kub bilan 5 bo'lyapti. Yig'indisi 1 chiqishi uchun ular qanday son bo'lishi kerak? Majbur biri 0 bo'lgan, biri 1 bo'lganda ikkinchisi 0 bo'ladi yoki biri 0 bo'lganda ikkinchisi 1 bo'ladi. Boshqa holati yo'q. 1/2 bo'la olmaydi, 2 - 1 bo'la olmaydi, chunki musbat sonlarda. Demak, a - 1 moduli 1 bo'lsa, shu vaqtda s - a ning moduli 0 bo'lishi kerak. Yoki teskarisi bo'ladi. Demak, bu 0, bu 1 bo'lyapti hamda b - s bo'lyapti. Bu birinchi holatda-da. Xo'p, demak, a - b 1 bo'lsa, s - a 0 bo'lsa, bu a teng s degani. A teng s degani. Xo'p, a teng s bo'lsa, bu tenglikni qanoatlantiruvchi sonlar bormi endi? Shart emas ekan. Shart emas ekan. Shunchaki ikkalasini qo'shib qo'ysak bo'ldi ekan. S - b teng 1 bo'lyapti yoki b - s -1 degani. Moduli baribir 1 chiqadi-da. 1 chiqadi. 1 bo'lib teng 2 bo'lyapti. Teng 2 ekan. Endi buni boshqa holatini, ya'ni a - b ning moduli 0 bo'lganda s - a ning moduli 1 holatini ko'rish shart emas. Chunki bu ikkala qiymat qabul qilmaydi-da. Javoblarda faqat bittadan qiymat berilgan xolos. Faqat o'rinlari almashadi xolos. Ya'ni a - b teng 0 bo'lib qoladi-da, s - a teng 1 bo'ladi. Shunda ham baribir bir xil chiqaveradi. Bu 0 bo'ladi, bu 1 bo'ladi, bu 0 bo'ladi, bu ham oxiri 1 chiqadi. 120. Xo'p. Qani bo'lib olaychi. 2 plus 3 taqsim x teng a bo'ladi. Bu-chi 3 minus 2 taqsim y teng b bo'ladi. 3 taqsim x teng a minus 2, 1 taqsim x teng a taqsim 3 minus 2 taqsim 3 bo'ladi. 3 minus b teng 2 taqsim y, 2ga bo'lsak 1 taqsim y teng bo'ladi. 3 taqsim 2 minus b taqsim 2, ikkalasini qo'shib qo'yamiz. A taqsim 3 minus 2 taqsim 3 plus 3 taqsim 2 minus b taqsim 2. A taqsim 3 minus b taqsim 2. Mahraj bersak 5 taqsim 6 bo'lyapti. Bormi? Bor. Hisoblang. Dahshat misol. Mahrajdan boshlaymiz ishni. Yoki hozir bu qaysidir, ya'ni qonuniyat asosida yozilyapti. O'sha qonuniyatni yozib olsak, mana, ya'ni umumiy hadi shunga teng bo'lyapti. Dastlab n o'rniga 3 qo'ysa, bu kelib chiqadi. 4 qo'ysa, bu kelib chiqadi.
5 qo'ysa, va hokazo 10 qo'ysa, bu kelib chiqadi. Demak, shu yerda 8 ta haddi bor. Shularni umumiy haddi bunga teng bo'lyapti. Endi shuni o'zini soddalashtirib olamiz. Mahrajdan endi chiqaramiz. Endi mana bu n kubini darajasida 2 yoki endi kvadratini kubi qilib olsak, ya'ni kublar ayirmasiga solib qo'yamizda. Ana shunga teng chiqadi. Va surat bilan mahrajda ikkinchi harf qisqarib ketdi. 1 taqsim n ko'paygan. Xo'p, n minus 1 u n plus 1 qolyapti. Ana shunga teng ekan. Umumiy xat shunga teng ekan. Endi yana buni soddalashtirib olishga harakat qilsak. 1 taqsim xo'p, n minus 1 ko'paygan n plus 1 bo'lyapti. Ya'ni ketma-ket 3 ta natural sonni ko'paytmasi ekan bu yerda. Buni nima qilsak bo'ladi? Suratga 2 ni yozsam, kasrga 1 taqsim 2 ni ko'paytirib qo'ysam, nima? Ifodani qiymati o'zgarmaydi. N minus 1 n plus 1 bo'lyapti. Endi 1 taqsim 2 ko'paygan. Mana bu suratdagi 2 ni n plus 1 bilan n minus 1 ni ayirmasi shaklda yozib olsam bo'ladi. Ya'ni mana bu oxirgi xat bilan, ya'ni oxirgi qavs bilan birinchi qavsni ayirmasi shaklda. N minus 1 n plus 1. Xo'p, endi demak an teng. Endi 1 taqsim 2 ga tegmaymiz hozircha. Katta qavs ochamiz. N plus 1 ni alohida mahrajga bo'lib olamiz. Va n minus 1 ni alohida mahrajga bo'lib olamiz. N plus 1 lar qisqarib ketadi. 1 taqsim n minus 1 ko'paygan n minus n minus 1 lar ketsa, n ko'paygan n plus 1 qolyapti. Ana. Umumiy xat shunga teng ekan. Xo'p, demak 3 qo'ysak 1 taqsim 2 hop 2 kere 3 u minus 3 kere 4 bo'lyapti. Keyin 4 qo'ysak 1 taqsim 3 kere 4 u minus 4 kere 5 bo'lyapti. Keyin 5 qo'yiladi. Shunda 1 taqsim 2 ko'paygan. 4 kere 5 u minus 5 kere 6 bo'ladi. Va hokazo. 10 ni qo'ysak 1 taqsim 2, 1 taqsim 9 kere 10 u minus 1 taqsim 10 kere 11 bo'ladi. Plus 1 taqsim 220. Qarang, hammasidan 1 taqsim 2 ni chiqarib olsak, 1 taqsim 2 kere 3 minus 3 kere 4 plus 3 kere 4 minus 4 kere 5 plus 4 kere 5 minus 5 kere 6 plus va hokazo ketadi-da. 1 taqsim 9 kere 10 minus 1 taqsim 10 kere 11 da yakunlanadi. Plus 1 taqsim 220. 1 taqsim 2. Mana bu oradagilar ayrilib ketadi. 1 taqsim 2 kere 3 minus 1 taqsim 10 kere 11 qoladi. Plus hamda 1 taqsim 220 ni 2 kere 10 ko'paygan 11 qilib yozib qo'yishimiz mumkin. Shunda 1 taqsim 2 ni chiqarsak, hammasidan 1 taqsim 6 minus 1 taqsim 10 kere 11 minus plus 1 taqsim 10 kere 11 qoladi va bular ayrilib ketadi. Shunda 1 taqsim 12 qolyapti. Zo'r misol ekan bu. Xo'p, A va B musbat sonlar uchun shu tengliklar o'rinli bo'lsa, ifodani qiymatini toping.
Demak, -1ni bu tomonga olib o'tib qo'yyapman. 2ni 20-sini 2ni darajasida 10ni kvadrat qilib oldim. 2ni 11-sini esa 2 ko'paygan 2ni 10-si ko'paygan 1 qilib olaman va plyus mana bu -1 +1 bo'lib o'tyapti. O'sha +1ni 1ni kvadrat shaklda yozib qo'ysam, bu 2ni 10-si +1ni kvadratiga teng bo'lyapti. Bundan a teng bo'ladi 2ni 10-si +1ga. Hop. 2ni 18-sini 2ni 9-sini kvadrat qilib olaman. 2ni 10-sini esa 2 ko'paygan 2ni 9-si ko'paygan 1 qilib olaman va mana bu -1 +1 bo'lib o'tganda uni 1ni kvadrat qilib yozib qo'ysam, bu 2ni 9-si ayrilgan 1ni kvadratiga teng bo'lib, b teng bo'ladi 2ni 9-si -1 bo'ladi. Endi suratda a plus b, mahrajda 2ni 9-si. Ana o'rniga 2ni 10-si +1ni qo'ydim. B-ni o'rniga 2ni 9-si -1ni qo'ydim. Taqsim 2ni 9-si. Birlar ayrilib ketdi. Suratda 2ni 9-sini chiqarsam 2 + 1 qoladi. Taqsim 2ni 9-si. Bular qisqarib ketsa 3 qolyapti. Hop, 5 ga teng bo'lsa ifodaning qiymatini toping. Hop, yaxshi misol bu. Mana bu 5ni 2 + 3 qilaman va mana bu ikkisini mana bu a ni oldiga olib o'tsam a-2 bo'ladi. Teng 3 bo'lib qoldi. Endi shu yerda a-2ni t deb olamiz. Shunda t - 1 taqsim t teng 3 bo'ladi va kvadratga oshiramiz. -2ni 9ga qo'shib qo'yamiz. Hop, endi a-2ni t deb oldik. Mana bu yerga yozib qo'yib boshiga. Qarang, mana bu narsa a kvadrat minus 4a plus 4 qilib olaman shuni. Ya'ni bitta 4 qarz oldim va qarzimni uzdim mana. Mana bu narsa a minus 2ni kvadratiga teng. A minus 2 bizda t edi. Bu 11 chiqdi. 4ni ayirib qo'ysak 7 bo'lyapti. Ifodaning qiymatini toping. Buni so'rayapti, bu berilyapti. Ajoyib. Juda ajoyib. Hop. Mana bu narsani soddalashtirsak, a kvadrat taqsim a plus b plus 1 bo'ladi. Buni ham soddalashtiramiz. Ikkinchisini ham soddalashtiramiz. Teng 7. Kasrlilarni alohida yozib olaman. Bir bilan bir ayrilib ketadi. 7dan 1ni ayirib qo'ysak 6 qoladi. Shuni tagiga narigisini yozib olaman. Ya'ni so'ralgan ifodani. Teng t deb qo'yish, shu t noma'lum. Hop, ikkalasini ayirsam, mahrajlar bir xillarini suratlarni ayirib olamiz. Bu bilan bu qisqarsa a minus b. Bu bilan bu qisqarsa b minus c. Bu bilan bu qisqarsa c minus a. A'lar ketadi, b'lar ketadi, c'lar ketadi. 0 teng 6 minus t. T'ni so'raganimizdan 6. T 6 bo'lar ekan. Demak, bugun 95-misoldan 124-misolgacha ishladik. Jami 30 ta misol bor bu yerda.
Chunki 114 dan 94 ni ayiramizda, 30 ta qoladi. Demak, 30 ta misolni ushbu videoda ko'rib chiqdik. Xudo xohlasa keyingi video darsda ko'rib chiqamiz.